ushlab yursang, keyin ishkam bo'lgan payti ham o'zi bila ish berayotgan bo'laveradi. Ha, shunaqa ekan. O'zani qoldi, bilib o'zi beryapti, chunki sanab beryapti, o'shanda ham beryapti lekin menga. O'shada daviriya bo'ladi-da, o'shani aytgan ishini qilib qo'ysang, jana endi aytgan ishini ortig'i bilan qilishing shart emas, o'sha aytganiga yetar-yetmas qilib qo'ysang, o'shanda davay deyotgan bo'ladi-da keyin. Shunday, mana kamerani tagida o'sha kamera ular bari kuzatadi. Juda ko'p odam kamerani kuzatadi. O'sha pashayqa yo'lni qo'yib, o'sha kamerani tagida yuraman, bo'ldi shular. Shunday. Endi ishonchiga kirsang, keyin o'zi shuni gaplashyapsanmi o'zi? Ha, gaplashyapmiz, ha. O'shim o'sha boshida aytgan gapingiz to'g'ri ekanda, o'zbek joy bo'lmaydi deb. Nima bo'lyapti? Yozga kirgan to'g'ri Ha? O'shim dadasi chiqyapti-da. Nima, bir narsa debdimi? Yo, hech kim ishlamadi. Hech kim bilan gaplashmaydi-da. Mana shu birovni yomon ko'radi, ana shunaqada. Hech birov bilan hech kim bilan ishing bo'lmasin. Bo'l, o'zingni ishingni qil. Ortiqcha gapsiz kerak emas. Bo'ldi, shu o'zing uchun hamma o'zi uchun bu yerda. O'zing uchun ishlaysan. Shunday. Birov bilan ishing bo'lmasin, birovga ish tutma. Birovga qarama. Kelyapsa, o'zingniki 영업소를 통과하였습니다. 안전운전하십시오. Ha, shunday. O'zing bilan o'zing bo'lardingman-ku. Boshida ana shu Qashqadaryoda nima qarshilashing bir ko'rganda aytdi, buni noy emas bo'lmaydi. O'zi o'shanda rosa tayinlidingiz, pishiq bo'ldi. O'zi bu yerda ham pishiq bo'lmasa chata mana. Misol uchun sheriklar bilan bir-biri bilan gaplashmaydi. Anasini esa qolayotgan kariyasi ham qoladi, ishi ham qoladi. Sizga nima qiladi bir-biriga unaqa qilib. Anaqa bo'lardi borda, o'zbeklar va endi bu yerga kelib ko'rayotgan, sizdan bilasizmi, men hal qilaman bu yerda deb, ana shunaqa o'zim katta o'ylayotgan odam borda. Putinga urishingni-da, bo'ldi, sen o'zing ishingga chiqdi, o'zing ishingni bilib joy-joyida qilib qo'y, bo'ldi. Ya, shunday nima qilib, bilib chiqtirasizlar. Aslan orduqlar bor ekanda, voy, bu qo'l bola o'zim ham videoga aytmaganlar. Bir kishi buni ishlagan paytimiz hamma ro'zg'or adinni. Ikki kishi, uch kishi bo'linmagan. Endi bir tomondan o'shasi ham ma'qul bo'lgandan keyin voy, sen yuvmading, men qilmadim, sen qilmading. Shunaqa narsa bo'ladi. O'zingniki, xohlasang yuvasan, xohlasang qilasan. O'zing uchun ham tozalaysan. Bunday. Qaysi ilhom akam oldidami? Ilhom akam oldimi? Nima? Ilhom akam oldida ishlaganingizmi? Yo, Abilka zavodda ishlagan. Ilhom akaning oldida ham shunday 8 kishi edik. Yana shu molda ovqatlanadi. Keladi, yeydi, ketadi. Endi yerdagi ochirat bor edi-ku, mana uborka tozalashlarga baribir o'zingniki bo'lgan ma'qul deydi. Shunaqa ekan o'zi. Menda ham ana shunaqa haliyam shiri ikkita istadi. Baribir ikkovlash bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ana shunaqada. Dinna xidiyora, kim qaysi bo'lsa. O'sha ishini olasan, dinna xidiyora bo'lmaydi. Ya shunda haliyam shunday deyapman. Bor. O'zingga javob berma, o'zimga javob beraman. Shunday ishini oladi. Shunday. O'zi shunaqa odamman, o'zini o'zi qaravergan, sizlar qilib. Asabingni buzma. Bo'ldi, men o'zim ishimga javob beryapman. Sen o'zing ishingga javob ber. Bo'ldi, tamom. Asabingni ketkizib kelaversin. Birov bilan ishing bo'lsin. Ishingga vaqtida bor, vaqtida kelib, yeb ichib, damingni olib
shirin bilan ham dasturxon boshida dam bo'lib qolgan kuni 1 soat yo 2 soat o'tirasan, bu shu bilan ham telefonga kirib ketadi, sana do'konga kirib ketasan. Bo'ldi. Bunday. Shuda Koreya shuda shunday. Ish uyi. Ha, shunaqa. Ha, Mayli, tashlab turaylik. ashlov, asab. Nimaga asamdan asla tashlab turaylik. Ularda. Sharmashtiraman debsan mendan. Yo, almashtirmayman. Endi ishlab turaylik, boshqa amollarim bor. O'shalar hali bo'lib qolsa, o'sha ishni qilib yuraman. Keyboard zavodga o'taman, keyinroq. Nima ish? Ana borku. Zokir akam qilayotgan ishi borku. O'sha sohani boshqachalari bor-da, mana bu trading anolarni bilasizmi? Kriptovalyutalari. Asnaqa bilan shug'ullanganman. O'zbekistonda ham magazin ochgan. Arada bir mana bu minus bo'lib, $2000 minus bo'lib, arada chiqib ketdim. Koreyaga uchib ketdim. Israilga baqa vizam chiqib qoldi. O'shani asta-asta boshlaganman. Pul tutganman yo'qmi? Endi просто sanoq qilib, yana takrorlash qilib boshlab, asta o'sha sohani asta yaxshi bo'lmasa, bu paytingda pul kam edi, boshqa edi, pul yo'q edi. O'sha ishga qarab o'tirardim. Mana qilib hozir asta o'sha kuchaytirmasam, asta o'sha keyboard zavodga bo'laman. Keyin agar utsam, bo'lmasa shuni o'zida ham keyboardga o'ziga o'tib, chanab ishlarini qilib yursam bilan. Lekin narsani o'zi Bu lekin narsa. Buni tushunadi. Yaxshi bo'lyapti, mahallada mana o'tkir videosini o'g'li bo'ldi. Misol, azdagala bo'lib ketdi. qaysi aziz? Adoni o'g'li. Ana borku. Qizil magazin bor edi, kechaga modda. Ha? O'shani g'ayratagami akasi borku. Ana o'g'li. Adoni ko'chasida turadi, Sahralar ko'chasining boshida. Bank tashqarida. Ha? O'sha azdagan bo'ldi, azdagan ustozini azdaga o'rgatgan. Hozir bankda ishlamayaptimi? Yo, bankdan bo'shagan, o'sha bank bo'shaydi. Men kerak emas menga. Bankda birov pul tayyorlagan turib, unda o'tirib pulni topaman. Bundan kerak emas. Valyuta bozori savdo qilaman, valyuta uchun. Ukasi nima ish Nima kerak? Bittasi Toshkentda moliyani bitirganmi shunaqa. Eng kichkinachasi olinda. Toshkentda hozir tashkilda ishlayapti. Anavi Baxtiyor doktor borkidadan duralar. So'ragan pishiruvchi. O'shani o'g'liga kuyov bo'ldi-da. O'sha Baxtiyor doktorga kuyov bo'ldi kichkina o'g'ilchasi. Dadam jo'ralariga. O'shani qilib dadamlar o'tiga tushmadi qo'ydilar. O'sha qilib hozir o'sha dadam jo'ralar ta'kidida Toshkentda o'sha doktor. Sariq kasal bo'yicha. O'sha olib kirgan o'g'liga. Azdagan kattasi azdagan edi o'sha